Ko'p uchragan holat kimdirlar keladi, biron bir narsa uchun pul oladi. Kelib son tanishidan keling bunaqa ish qilamiz, Xitoydan bu narsani olib kelamiz, sotamiz, daromad qilamiz deb pul oladi. Ya'ni biron bir narsani va'da qilib pul oladi. Pul oladi, va'dasini bajara olmaydi. Endi o'shalardan kelib qolishadi, tilxat bormi? Ha, bor. Nima uchun pul bergansiz? Ha, Xitoydan biron bir narsa olib kelish uchun berganman. Tovar olib kelish uchun berganman. Tilxatni ko'rsangiz, tilxatda qarz turibdi. Qarz oldi berdi. Endi tushuntirib o'taman, endi bu qarz oldi berdi bilan biron bir narsa uchun pul berilgan narsani orasida farq bor-da. Bitta fuqaroning o'rtasida qarz oldi berdi, bu fuqaro sudda ko'rilgan narsa fuqaro tartibida hal qilinadi. Haqiqatan qarz oldi berdi bo'lsa. Lekin biron bir shaxs tanishidan biron bir narsani va'da qilib pul olyaptimi? U va'dasini bajarmasa, bu jinoiy javobgarlik bor. Oxir-oqibat qamaladi. Ayrim odamlar borki, pul beruvchini soddaligidan foydalangan holatda tilxat yozib beraman senga deydi. Bo'ldi, ana odamga qarasa, tilxat beryapti deydi, ishonadi. Tilxatda men falonchi pistonchi, tanishim pistonchidan pistonchi 10 million so'm qarz oldim. Bu ketyapti. Summa hal qilib berishi mumkin. Ertaga berolmay qolgan taqdirda ham fuqarolik sudiga beriladi. Fuqarolik sudida faol tartibda undirish haqida qaror chiqadi va qarz oldi berdi uchun unga bu xatti-harakat uchun jinoiy javobgarlik yo'q. Ya'ni u qamalmaydi. O'z-o'zidan tilxat orqali javobgarlikdan qutulib qolyapti. Men shuni tavsiya qilgan bo'lardimki, oldi berdi qilgan har bitta shaxs pulni aynan nima uchun bersa, shuni yozish kerak bo'ladi. Biron bir ish uchunmi yoki biron bir narsa olib keltirish uchunmi, o'sha aks ettirish kerak bo'ladi. O'zi ko'p narsa talab qilinmaydi. Puli nima uchun berilganligi, vaqti, joyi va o'sha pul berilgandan keyin qachon o'sha va'da amalga oshiriladi. Shu yozilsa bo'ldi. Yana bir sharti, ikkita xolis bo'lish kerak, tilxatda qatnashish kerak. Bu nimagaki, keyinchalik pul olgan shaxs pulni qaytarib bermasa, unga nisbatan chora ko'rish uchun ertaga ariza berilganda tilxat bizga ish beradi. Ya'ni tilxatga asosan uni javobgarligi masalasi ko'rib chiqiladi. Shunga tilxatda qonuniy bo'lish uchun ikkita xolis bo'lish kerak.